Dasturimizga sport xabari yakun yasaydi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Milliy gvardiya viloyat boshqarmasida Jasorat maktabi gvardiyachilari harbiy sport musobaqasi o'tkazildi. Unda viloyatdagi 4 ta maktabdan jamoalar ishtirok etdi. O'quvchi yoshlar orasida jamoaviy hamjihatlikni mustahkamlashga qaratilgan ushbu musobaqa ishtirokchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qilgani bilan yanada ahamiyatli bo'ldi. Jamoalar musobaqa davomida 4 ta shart bo'yicha o'zaro bellashdi. Dastlab ishtirokchilar safda yurish bo'yicha o'z tayyorgarligini namoyon etgan bo'lsa, keyingi shartda arqon tortish bo'yicha ularning imkoniyatlari sinovdan o'tkazildi. Komandon otish bahsida eng mergan ishtirokchilar jamoalariga qimmatli ochkolarni taqdim etdi. Estafeta shartida esa har bir qatnashchining jismoniy tayyorgarligi, epchilligi sinovdan o'tkazildi. Barcha jamoalar shartlarda o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlab bordi. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsad yoshlarimizni vatanparvar ruhda tarbiyalash, ularning vatanga sadoqat hissini shakllantirish maqsadida o'tkazyapmiz. Bugungi tadbirda o'quvchilarimizning ishtirokidan ko'rinib turibdiki, ular tadbirga juda puxta tayyorgarlik ko'rishgan. Ularning tayyorgarligiga Milliy gvardiya boshqarmasi harbiy xizmatchilari bevosita yaqindan yordam berishdi. Bu ham o'z ijobiy samarasini berganligi namoyon bo'lmoqda. O'quvchi yoshlarimizni kelgusida mana bu harbiy sohaga yana ham qiziqtirish, ularni qobiliyatlarini namoyon qilish va kelajakda harbiy kasb egasi bo'lish istagida bo'lgan yoshlarimizni o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob topishdan iborat. Milliy gvardiyaga biriktirilgan maktab o'quvchilari o'rtasida bu kabi sport musobaqalarining o'tkazilishi bir nechta sport turlari bo'yicha ishtirokchilar orasida yangi iqtidor va iste'dod egalarini kashf qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar diplom, medal va esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. G'uzor tumanining 53-maktab jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritib, respublika yo'llanmasiga egalik qildi.